Xullas qarindoshlar, qizib turgan skavorotkaga tovuq go'shtini solib, ustidan shunaqa qizartiradigan sous solib, yaxshilab qo'rib olar ekanmiz-da. Andan keyin keks qolipni ichiga guruch solib, birrov duxovkada pishirib olganimizdan keyin chiqqan tovuq go'shtlarimizni shuni ichiga solar ekanmiz. Qarabsizki, shunaqa oddiygina bay narsa bo'lar ekan. Ressa zo'r bo'lar ekan. Shu qiz aytdi. O'xsharmikan a? Deb turib, xuddi shunga o'xshagan keks qolipni qayerdan oldim bilasizlarmi? Qayerdan oldim? Albatta siz bilgan qarindoshingiz har bitta videosida eslamasa ko'ngli joyiga tushmaydigan chin bozor do'konimdan oldim-da. Birrov teyini yog'lab chiqib, ichiga guruch solib, ustidan ezib ichini shunaqa chuqurcha qilib, birrov duxovkaga solib qizartirib oldim qarindoshlar. Bunovi tovuq go'shtini skоворodkada qovurilgan videosini oldim deb o'ylasam, olmagan ekan. Pishib chiqqan guruch ustidan, pishib chiqqan tovuq go'shti, uni ustidan shunaqa sirli souslarni solib, uni ustidan sedana sepib shunaqa chiroyli ko'rinishga keltirdi. Va degustatsiyani nima sababdan qoshiq bilan qilyapman bilasizlarmi qarindoshlar? Chunki guruch qolipga yopishib qolgan ekan. Shunaqa allambalo retsept qilgandan ko'ra katta qozonda guruchni solib, tovuq go'shtini solib, zo'r qilib osh damlasam bo'lmasmidi? Qarindoshlar, hayotda bu retseptni qilib o'tirmaylar, bo'lmas ekan. Guruchni uvol qilmasdan keks qolip sifatida ishlatib, mazza qilib palovxon to'ridan aylanay deb osh yeganligiga yetmaydi qarindoshlar. Aytgancha, qo'lidan umuman ovqat qilish kelmaydigan dugonanglarga bu retsept bo'lmasligini tashab qo'yinglar. Ertaga u bechara ham bu retseptni qilib ko'rib qaynonasidan gap eshitib o'tirmasin. Sog' bo'lasizlar qarindoshlar.